2 kilolik tarozi tenza datchigi. Mana bu yerini sichqonni kalamush bu yeb simlarini uzib dabdala qilib tashlagan. Mana bu bunday bo'lib turish kerak edi. Ko'rib hammasini yeb simlarini uzib tashlagan. Tarozi ishlamayapti, ko'rsatmayapti ishlarsa. Bu yerda 3 sim bor. Bu tenza datchikning tenza rezistorlarini qanaqa ulanishini hozir bilmayapman. O'shaning uchun Telegramdagi Telemasterlar gruppasiga murojaat qilaman va o'sha yerdan jo'yani maslahat olaman degan niyatdaman. Telemaster Anvar Usta kanaliga obuna bo'ling, videolarga like bosing, kommentariyalarda o'z fikrlaringizni qoldirishni unutmang. Mana tarozi tenza datchigining tenza rezistorlaridan simlarni o'sha sxemaga qarab ulab chiqdim va tekshirib ko'rdim tarozining qanday ishlashini. Lekin telefonga tarozini tablosidan raqamlar shu videoga olganda mana shunday ko'rinib qoldi. O'zi-ku aslida yaxshi ko'rinyapti, lekin telefonga kameraga olganda shunday ko'rinib qoldi-da. Lekin tarozi zo'r ishlayapti. Birga bir yaxshi standartni kilogrammlar ko'rsatyapti. Boshqa tarozi bilan taqqoslab ko'rdim-da. Yaxshi ishlash. Endi buni ustini kliylaymiz. Shu bilan tamom. Telegramdagi Telemasterlar gruppasidan mana shu sxemani oldim. Shunga qarab uladim, ishladi. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Xayr, salomat bo'lingizlar.